Assalomu alaykum. Mana navbatdagi kacholimiz Gelus Plus kacholimiz kelganda isitish qozonimiz. Bunda muammo nima bo'lganda F05 ошибкасini ko'rsatgan. Bu xato har doimgidek ventilyatordan yoki peresostat yoki anaqa platadan bo'ladi. Hozirda biz tekshirishimiz mobaynida bizda platadan chiqdi. Platasini ta'mirlab berdik. Bu kacholimiz Yangiyo'l tumanidan kelgan ekan. Akamlar o'zlarini qanaqangizni bildiring. Qanaqa bo'ldi aka? Ishimiz yoqdimi sizga? Nima bo'ldi aka? Ish yoqdi, lekin juda yaxshi ishlayapti. Mana Qanaqa rahmat bo'ldi sizlarga. aka? Men ko'p ustaga ko'rsatdim, lekin ishi bajarib bilganlari yo'q. Hatto elektrga ham ko'rsatdim, bajarib bilgan. Mana sizlar ukalar rahmat. Shu ishni qilib berdilar. 10 kundan beri sovuqda yotibman, lekin mana sizlarga keldim, bir kunda hal bo'ldi bu ishlar. Rahmat, sizlarga ham aytaman, kelinglar sho'ra. Mana bular adres beradi, narsa qiladi, kelsalaringiz yaxshi xizmat qilar ekanlar. Tushunarli. Agar shunday xizmatlarimiz keladigan bo'lsa, pastdagi turgan nomerlarga aloqa tutishingiz mumkin. Sizlar bilan Texno House.